Yaxshi, diqqat qiling. Writing kriteriya yangi tizim holati bo'yicha baholanishni hamma o'qituvchi har xil tushuntiryapti hozir o'quvchisiga. Chunki tizim o'zgargandan keyin hammaga bu narsa boshida qaraganda men ham boshqacharoq yondoshdimda. Keyin tubrog'idan yanada tagrog'idan e'tibor berib qaralganda boshqacharoqligiga yana guvoh bo'ldim. Qarang. Demak, bizga PDF'larni berib qo'ygan. Ko'rgan bo'lsangiz, PDF'larni berib qo'ydi. Ya'ni mana bu keltirilgan izoh bo'yicha ketadi. Xo'p, avvalgi tizim bilan hozirgi tizimda qanday farqi bor? Avvalgi tizimda aytib o'tganimdek, birinchi topshiriqda eng zo'r lug'atlari bilan, eng zo'r grammatika bilan, eng zo'r ma'no mazmunini yozgan taqdiringizda ham siz 24.75 dan oshiq ball ola olmasdingiz. Imkoniyati yo'q edi u narsani. Tushunasizmi? Tizimda shunaqa qo'ygan, eski tizimda. Ya'ni 75 teng bo'linardi. Teng bo'linadi deganimki, writingga, task 1ga, task 2ga bo'linganda 3 dan 1 task 1ga tegishli bo'lardi. Ya'ni 75 da 3 dan 1 25 bo'ladi aslida. Lekin ular shunaqa laxtak qilganda 24.75 qilib qo'ygan. Buni o'zlari ham bilmaydi sababini. Bu tarafi essay holatini 50.25 ball qilib qo'ygan. Ikkalasini bir-biriga qo'shganingizda toza 75 ball chiqib kelardi. Mana. Tak, makka общий ekranda ulashamiz. Qarang. Mana. Eski tizim holati, eski tizim holatida task 1da biz eng zo'r lug'atlarda ishlatgan taqdirimizda ham 24.75 ball ololardik xolasda bo'ldi. Mana shu bilan chegaralanardi biz ball olishimiz. Buni biz tekshirganda, mana bu yerda kanalda tekshirganda unaqa laxtak qilmasdan turib 25 deb qo'yib qolardik. Endi task 2 holatida siz eng zo'r yozgan taqdiringizda ham faqat 50.25 ololardingiz. Buni biz laxtak qilmasdan 50 qilardik-da. Mana buni bir-biriga qo'shsangiz ham 75 chiqadi. Buni bir-biriga qo'shsangiz ham 75 chiqadi. Demak, task 1 nima bo'lgan? Avvalgi holatda letters, ya'ni xatlar bo'lgan. Yana bir aytib takrorlab o'tamiz, foydasi bo'lmasa ham. Xo'p, task 2 da essaylar bo'lgan, ya'ni insholar. Xo'p, endi bu eski tizimda qolib ketdi. Bu udalit bizdan, tushunasizmi? Delete qilib tashlaverasiz bu narsani bemalol. Endi yangi tizim holatidagi baholanish bu ancha ham hozir avvalgidan ko'ra yaxshiroq bo'ldi yuqori natija olishga. Ya'ni maytga o'tamizda bizda bir qarang. Endi bizda task 1da ikkita narsa kelyapti. Ikkita narsa keltirilyapti. Bu nima? Bunda 1 va 1-2 degan narsalar chiqdi. Bu nima degani? Xo'p. Demak, 1 task 1.1 da biz yozishimiz kerak bo'ldi. Informal email, ya'ni norasmiy email degani ham bir xabar, xat degan, xatga bir sinonim email ham. Demak, norasmiyini yozishimiz kerak bo'ldi. Asosan bu doska. Faqat doska desam ham xato bo'lmaydi. Tushunasizmi? Faqat doska desangiz ham to'g'ri kelaveradi. Chunki nechta mazmunda keltirilgan narsa bo'lsa va imtihonda ham bo'lgan narsa doska bo'ldi. O'shaning uchun bu narsani do'stdan boshqasiga o'zgartira olmaymiz. Xo'p, endi ikkinchi holatda task 1.2. Bunda nima bo'ldi? Bunda formula bo'ldi. Formal. Endi bu nima deymiz? Expression deb qo'yaman. Ya'ni email demasdan turib formal bayon. Expression o'zingizni fikringizni, o'zingizni munosabatingizni bayon qilasiz. Misol uchun o'shanda keltirildi, biz kanalga nima joyladik? Kanalga juda ko'p sample'larni joyladik. Hozir mana shu yerda 100 bitta hozir. Mana.
Juda topik ekan bu. Qarang, topik. Misol uchun mana bu topik bo'lsa, mana shunday holatda sizga xat yozdi, ha? Xat yozdida, mana bu xatni o'qirdingiz, ular tomonidan yozilgan bizga xabar edi bu. O'sha yozilgan xabarga ko'ra, keyin biz birinchi topshiriqda o'sha bo'yicha munosabatimizni do'stimizga bildirardik. Shu sababdan bu norasmiy edi. 1 u 2 da endi o'sha xatni bizga yuborganlar, yozuvni bizga yuborganlarni o'ziga, ya'ni u owner bo'ladimi, menejermi, teachermi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha odamlarga, bizga mana bu xabarni yuborgan odamlarga yuboramiz. Shuning uchun bu rasmiy bo'ldi. Tushunasizmi? Buni ham xat desangiz ham bo'ladi, expression, ifoda desangiz ham to'g'ri kelaveradi. Muhimi, siz keltirilgan fikrni yetarlicha bayon qilib bera olishingiz bu yerdagi narsa. Endi qarang, baholanish holatiga qaytamiz. Xo'p. Baholanish holatiga qaytadigan bo'lsak, bu yerda birinchi topshiriqqa task 1 ga, task 1.1 ga, 1.1 ga. Mana bunga qaytamiz. Nechigacha beribdi? 1 dan 5 gacha beribdi. Ya'ni 5 bu juda high level. Erishsangiz bo'ladi, 5 ga ham harakat qilgan 5 ham olaveradi. 1 dan 5 gacha beribdimi? Xo'p, biz to'g'rilab olamiz. Tak, 1, 2, 3, 4 va 5. 0 da hech kim olmaydi. Yozmay chiqsa 0 oladi. Yozib chiqar ekan 0 olib qolmaydi, xudo xolasa. Xo'p, endi task 1.2. Bu endi nechtalik? Bunda 6 talik. Mana shunday olamizda makka shuni qo'yamizda, bitta nima qo'yib qo'yamiz? 6 qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi adashmovchilik nimadan iborat bo'lyapti? Ustozlar tushuntirgan paytda buni hisoblanishida bitta xatolikka yo'l qo'yib qo'yapti. Juda ham oddiy. Men mana bu narsani tashladim hozir sizga kanalga. Mana. Tak, hozir. Mana. Mana bu narsani tashladim-ku. Shu narsani tashladim. E'tibor bersangiz, bu yerda u 17 gacha chiqib ketgan. 17 gacha chiqib ketgan. Endi sizga savol keladi. Bu 17 gacha muncha 17 gacha chiqib ketibdi. Qanday qilib bu deb o'ylashingiz mumkin-da. Kim unaqa butunlar, nimaga butunlar? Maktab butun yo'q-ku. Maktab unaqa butun degan narsa yo'q-ku. Aniq son berilyapti. 5, 5, 4 bo'lib turibdi. 4,5, 5,5, 3,5 degan narsa yo'q-ku. Qayerdan kelyapti unaqa butun degan savol beriladi o'z-o'zidan. Xo'p, endi diqqatingizni qaratib o'tirsangiz, hozir ustozlarni tushuntirib berishdagi xatolik va o'zi qanday to'g'ri tushuntiriladi va bitta hisob-kitobni tushuntiraman, ertaga imtihonga kirganda o'sha hisob-kitobni miyangizda zagotovka qilasiz. O'zingizni taxminiy bahoyingizni chiqarib olishingizga ozgina bo'lsa ham imkon bo'ladi. Xo'p, demak biz bunga qaytamiz. Yarim-yarim qilyapmayman. 1 11, 2 15, 3 21, 11 15 21. 1 ga demak 11 ball. 11 ball bo'pti. 2 ga 15 ball bo'pti. 3 ga 21 ball bo'pti. Demak 11, 15, 21. Xo'p, va beta 4 ga 26 ball, 5 ga 32 ball. 4 ga 26 ball, 5 ga demak 32 ball bo'pti. Qarang. Bo'ldi, biz ballarni hisobladik. Mana shunday holatda ketdi ballarning holati. Endi mana bu yarim-yarimlarni qo'yib yotmadim. Yarim-yarim ham baribir hisobi bor, u yarim-yarimda ham. Birosa men qo'ygim kelmadi hozir sizga. 13, 18, 13, 18.
Xo'p, 1,5dagi 13, 2,5dagi 18, 3,5dagi 23. 13, 18, 23. 13, 18, 23. 13, 18. Mayli, qo'yib qo'yaveray. 23. Hozir baribir tushuntirganimda aytaman ekan. Xo'p, 4,5dagi 29 bo'lar ekan. 4,5dagi 29. Bo'ldi. 5,5dagi yo'q, chunki oxiri 5 ta tugagan mana uni. Birinchi qismidagi. Xo'p, endi ikkinchi topshiriqqa qaraymiz, ya'ni part 1.2 holati ikkinchi topshiriq deb o'ribman, 1da 2si. Xo'p, bu yerda 6 ballgacha berilyapti lekin. 6 gacha ketyapti. Endi men mana uni shunday olaman-da, shunday olib turib, mana shunday qilib, shunday balni qo'yib qo'ya qolaman. Vaqtdan tejaladi va mana endi 5,5nikini qo'yib qo'yaman balini 6niki bilan birga. Qarang. Tak, 5,5dagi 35 ekan, 6niki 38 ekan. Demak, 5,5dagi 35, 6niki 38. 38 ball. Endi mana shu yerda bitta savol keladi. Xo'p, birinchi topshiriqda 4 olgan odam, ikkinchi topshiriqda 4 olgan odam necha ball oladi degan savol kelib qoladi. Xo'p, qarang. Birinchi topshiriqda 4 oldi. Mana endi topshiriqlarni ochamiz. Hozir. Tak. Qarang, sample ishga tashladikmi ekan? Mana. Qarang. Birinchi mana unda birinchi yozganida 4 ball olibdi. Ikkinchisida yana 4 ball olibdi. Bunda mana yashil 4 olgan, B1 deb yozib qo'ygan. 2da yana 4 olgan. Xo'p, endi ikkalasini, masalan, 1da 4 olsa necha ball olar ekan? 1da 4 olsa 26 ball bo'lar ekan. 2da 4 olsa necha ball bo'ladi? 2da 4 olsa 26 bo'ladi. 26 necha bo'ladi? 26 52 bo'ladi. Bizni o'zimizcha taqribiy hisobimiz bo'yicha shunaqa. 52. Hisoblaylik, masalan. Xo'p, demak 4 ballikini chiqaramiz 26 plus qilamiz da yana 4 ballikini chiqaramiz 26. Teng bo'ladi. Demak 52. Endi o'zimiz hisoblashimiz shu. O'zi men B2daman deyapti-da, o'zi mana shunaqa olgan nomzod. B2 darajaga erishish muammo emas ekan, o'zi bitta topshiriqni o'zidan B2 olveraman ekan, u deyapti. Fikrlashi bo'yicha. Xo'p, endi 3-holat. Mana 3-holat bu part 2. Post formiga keldik. Part 2. Mana bu narsani yana shunday olib o'tamiz. Aytgandek part 2 mak yozib qo'yaylik. Nima part 2? Post form. Post form. Qarang. Tushiramiz. Mana shunday holatga ketyapti. 6 ballgacha. Endi part 2dan ham 4 ball oldi deylik o'sha nomzodda. 4 ball oldi deylik part 2dan ham. Yo, 4 ball emas, 5 ball oldi deylik. Boring, 5 ball. 5 ball oldi, 32 ball oldi. Xo'p. $32 ball. Endi mana tepada 52 oldi, bu yerda 32 oldi. Yokida
52 32 bo'layotgan bo'lsa 64 bo'lib qoladi. 64 deyman, 84 bo'lib ketadi. Qarang. Bizda baholanish kriteriyasida 75 dan yuqori ball bormi? 75 dan yuqori bo'ladimi? yetmish beshdan ortiq ball ola oladimi? Bizda nomzod. Bu yerda ana 52 ga agar biz 32 ni qo'shadigan bo'lsak, plus 52 bo'layotgan bo'lsa, 30 ga 50 80 84 bo'lib ketadi, ha? Teng 84. Xo'sh, ola oladimi? Faqat Durdona biladimi? Yo qolganlarni matematikasi yaxshi emasmi meniki o'xshab? Bizda eng maksimal ball olgan nomzod 75 oladi. 74-75. Umuman 75 tiralgani, undan oshiq ola olmaydi. Demak, bu yerda xato ketdi. Nima xato ketdi? Hozir har bittasini alohida ballini hisoblab olish eng katta xatolik bo'ldi mana shu yerda. Har bittasini alohida ballini hisoblab olish. Endi biz nima qilishimiz kerak edi? Biz misol uchun task 1 dan 4 ball oldi. Task 1.2 dan 4 ball oldi. Task 2 dan 5 ball oldi. Deyishimiz kerak edi. 4 qo'shilgan 4 qo'shilgan 5. Ya'ni 4 ga 4 8, 8 ga 5 13. Deymizda mana bittagi ro'yxatga qaraymiz. 13 61. 13 dan demak 61 chiqib keldi. Ya'ni biz ballarni bir-biriga nima qilishimiz kerak edi? 4 plus 4 plus 5. Общий ballarni o'zini hisoblab 13 qilib turib, 13 ni maytdagi ball hisobidan ko'rib, mana shu tizim bo'yicha harakat qilishimiz kerak edi. 61. Demak 13 dan 61 ballga ega bo'ldi. 61 degani bu ham B1 degani. B1 degani mana qarang, B2 degani. 65 dan boshlab C1 ga o'tadi. Xo'p, har doim esingizdan chiqmasin, baholanish holatida ustozmisiz, o'quvchimisiz, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana buni har bittasidan alohida ball chiqarib hisoblab qo'ymang. O'qituvchilarning ko'pi shunaqa qilib kelibdi, menga o'quvchilardan kelgan ma'lumot bo'yicha, uni qilib chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, bu eng katta xatolik hisoblanadi. Avval mana bu necha olganini hisoblaysiz. Hammasini hisoblab bo'lgandan keyin, necha chiqyapti? Maksimal 17 bo'ladi-da. Chunki mana maksimal 17 sababi maytga qarang. Necha turibdi mana bu 1 da? Eng yuqorisi 5, bunda eng yuqorisi 6, 5 ga 6 necha bo'ladi? 11. Eng yuqorisi 6, 11 ga 6 17. 17 dan oshib ketmaydi. Tushunasizmi? O'shaning uchun mana bu yerda eng yuqorisi 17 turibdi. 17 olgan odam 75 oladi degan. Endi mana bu yarim yulta, mana 05 lar bor qo'shilgan. Bular bo'lishi mumkin. Endi o'zlari qanaqadir bir hisob-kitob bo'ladi. Masalan, bunga men to'liq qo'ymayman-da, deydi, seni kamroq qo'yaman degan narsa bo'lib qolishi mumkin. Ustozni tekshirayotgan chekkerda. Xo'p. Endi balda qaysinga necha ball chiqishini men sizlarga ayta olmayman. Ya'ni aytmayman desam to'g'riroq bo'ladi. Buni aytib o'tganman o'quvchilarga, o'zimizdagi nomzodlarga. Ya'ni nima xato qilsangiz, necha ballgacha tushadi. Nima xato qilsangiz, qaysi xatoni qilsangiz, qanaqa balda koeffitsient o'ynaydi. Xo'p, esingizdan chiqmasin. Overall qo'shasiz, qo'shganingizdan keyin mana shu conversion table degan o'zini chiqarib qo'ygan baholanish jadvali bo'yicha baholaysiz o'zingizni. Agar baholamoqchi bo'lsangiz, ustozlar ham mana shu bo'yicha baholasin agar baholamoqchi bo'lsa. Bundan boshqa tizimda holati yo'q bu yerda. Endi mana bularni qachon 4 olasiz, qachon 5 olasiz, mentlar o'qing. Buni ham o'zi tushuntirib berish kerak har bittasini.
o'qib, tez orada nasib bo'lsa o'zbekchasini, buni o'zbekchasini harakat qilamiz sizlarga berishga yoki-da taqdim qilishga. Avvalgi eski tizimda o'zbekchasi bor edi. Endi hozir yangi tizimga hali o'zbekchasini tayyorlab chiqmadik. Endi bo'ladi lekin. Buni ham o'zbekchasi. Baholanish mezoniga tushunish sizni nima taraflama foyda sizga? Nima taraflama? Qaysi taraflama? Baholanish mezoniga tushunsangiz, siz yozayotgan writingingizni endi o'zingiz baholanmaysiz-da, to'g'ri, bu yerda ham bor. Agar ustozingiz qaysi xatolik qancha ball tushirishini bilsa, u вообще zo'r bo'ladi. Demak, mana bu xatoni qilsam, mana bu ballim mana shuncha bo'lar ekan deb. Mana uni o'qisangiz ham, maytdagilarni o'qisangiz ham bilasiz, lekin buni sizga qo'yib qo'yish kerak-da. Mana shu xatolarni qilish kerak. Men hozir bu xatolarni qilsang, qilmasang degan narsa yo'q-da. Shunchaki ma'lumot berib ketyapti xolos bu yerda. Minor errors in punctuation and spelling occur but do not impede understanding. Bu yerda qiling yoki qilmang degan narsa yo'q-da, shunchaki ma'lumot berib ketyapti. Buni asl o'zak izohini albatta ustozingiz tushuntirib berishi shart va kerak. Mana bu arabcha akkaunt egasi mana shu narsani aytdim men sizlarga. Aynan keltirmoqchi bo'lgan, sizdan eshitmoqchi bo'lgan narsam tepadagi hisob-kitobni pastdagi hisob-kitobga to'g'rilash edi. Ya'ni qanaqa holatda shuni tushuntirgan, shuni bilish edi. Lekin mayli. Hozir muhimi bildingiz. Mana buni saqlab olinglar o'zingiz uchun. Ikkita odam kerakmi faqat? Ikkita saqlab xolos. Buni saqlab olinglar, o'chirib tashlayman bu hammasi. Hozir chat tugagandan keyin o'chib ketadi hammasi. Keyin xo'p. Writingda xatoliklarida masalan mana ball qo'yganmiz-ku. Qo'yilgan ballda holatini bilsangiz, ancha ham o'sha mana bu xatolik bilan ballda holatini men ovozli tahlilda to'xtatdim, ancha bo'ldi. Ovozli qilmay qo'ydim, chunki kopeyka foyda bo'lgan yo'q. Ovozli tahlildan eshitgani ham yo'q, erta hech kim boshqa ham qilgan yo'q. Unda o'ylab qarasam, ovozli tahlilni o'zi faqat nomzodlar o'zi qilib bersam ham bo'laverar ekan. Oxirgi paytlar e'tibor bergan bo'lsangiz, kanalda aktiv ancha ham, ya'ni faollik past. Men o'zi to'xtatisham ana bor edi, niyatim bor edi. Endi hozirgi holat bo'yicha mayli. Bu hozirgi video tushuntirish sizga endigi qanaqa tizim bo'lishidan qat'iy nazar o'shangacha bo'lgan muddatda turib beradi. Mana shu hozir men tushuntirgan narsa. Keyin yana qachondir o'zgaradi maltiraydi. Qachondir aniq emas. O'shangacha, lekin hozir shu tushuntirgan narsamiz bo'yicha writing ketadi. Hozir